Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz mehmonlari hamda obunachilari. Kanalimizga xush kelibsiz. Siz bilan eng so'nggi sport yangiliklarini yetkazib beruvchi FIFA 90+ kanali. O'zbekiston o'smirlar terma jamoasi Jahon chempionatiga tayyorgarlikni Janubiy Amerikadagi yig'in orqali davom ettirmoqda. Ta'kidlash joiz, ushbu yig'in doirasida yosh futbolchilarimiz xalqaro o'rtoqlik o'yinlarida o'zini sinab ko'rish imkoniyatiga ega bo'lmoqda. Jamoamiz 11-iyun kuni Chilining o'smirlar terma jamoasiga qarshi nazorat uchrashuvini o'tkazdi. Qizg'in va keskin kurashlarga boy bo'lgan bellashuvda Islom Ismoilov boshchiligidagi yurtdoshlarimiz 1-0 hisobida g'alaba qozondi. Bellashuvdagi yagona va hal qiluvchi gol uchrashuvning 35-daqiqasida Azbek Erimbetov tomonidan kiritildi. Uning aniq va shiddatli zarbasi darvozabonni chorasiz qoldirdi va gol so'nggi natijani belgilab berdi. O'smirlar terma jamoamiz 13-iyun kuni Chiliga qarshi yana bir bor maydonga tushadi. Shundan so'ng terma jamoamiz 17 va 19-iyun kuni Boliviya o'smirlar terma jamoasiga qarshi o'rtoqlik uchrashuvlarida maydonga tushadi. Chili terma jamoasiga qarshi o'tkazilgan uchrashuvdan so'ng terma jamoa bosh murabbiyi Islom Ismoilov o'z fikrlarini bildirdi. Uchrashuvga keladigan bo'lsak, jamoamiz birinchi marotaba Lotin Amerikasi jamoasiga qarshi o'yin olib boryapti. Albatta, jismonan kuchli bo'lgan jamoalarga hamda texnik tomondan kuchli bo'lgan jamoalarga qarshi o'ynash doim qiyinchilik tug'dirgan. Shunga qaramasdan bugun futbolchilarimiz maydonda aytilgan ko'rsatmalarni to'liq bajara olishdi. Jamoa o'sha kuch tomondan ham, tezlik tomondan ham raqibga hech qanday imkoniyat qoldirmadi. Lekin afsuski bir nechta futbolchilarimiz jarohat oldi. Jahon chempionati uchun Chiliga qarshi o'ynashimiz, albatta guruhimizda Lotin Amerika jamoasi bor. Shuning uchun biz bu raqibni tanladik. Bu o'yin uslubi bir-biriga yaqin bo'lganligi bois bu o'yinlar orqali biz guruhimizdagi raqiblarga qarshi tayyorgarlik ko'ramiz.